Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar va buxgalterlar. Men Ravshan Shahzodbek, xalqaro toifadagi IPP sertifikatlangan buxgalterman. Bugundan boshlab sizlarga o'zimiz bilgan bilimlarni bo'lishni niyat qildik. Bugungi darsimiz sizlar bilan endi tadbirkorlik subyektiga kirib kelayotgan yosh aka-ukalarimiz uchun yoki endi tadbirkorlik subyektini qanaqa qilib ro'yxatdan o'tkazishdi yoki boshlamoqchi bo'lgan insonlar uchun. Tadbirkorlik subyektini tashkil qilishda ikki xil yo'li mavjud. Birinchisi onlayn, ikkinchisi offlayn ko'rinishda. Onlayn ochmoqchi bo'lsak, avvalambor bizga elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. Elektron raqamli imzoni yeimzo.uz saytiga tashrif buyurgan holatda olishimiz mumkin. Yeimzoni olganimizdan so'ng New bir darcha o'z saytiga tashrif buyuramiz va bu yerda biz yakka tartibli tadbirkorlikni ochmoqchimizmi yoki yuridik shaxs tashkil qilmoqchimizmi? Ferma, MCHmi, oilaviy korxonami, xususiy korxonami o'zimizga tegishli yo'nalishni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng albatta bizga saytda ketma-ketlik ko'rinishi davom etib ketaveradi. O'zimizga tegishli tashkiliy huquqni tanlaymiz, MCHmi, xususiy korxonami tanlaganimizdan so'ng albatta rahbar ma'lumotlari so'raladi bizga bu yerda. Ta'sischi ma'lumotlari so'raladi. Ta'sischi ma'lumotlarni kiritganimizdan so'ng ta'sischi bizning korxonamizga ustav fondni qancha e'lon qiladi? O'sha e'lon qiladigan summasini kiritamiz. Albatta endi e'lon qilganidan so'ng korxonamiz qayerda ish faoliyatini davom ettiradi. O'sha ish faoliyatini davom ettiradigan joyning kadastr pasportini yokida ijara shartnomasi bo'lsa, ijara shartnomasini kiritib o'tamiz. Bularda ma'lumotlarni kiritib o'tganimizdan so'ng albatta bizga dali-gatovo deganidek ketma-ketlik ko'rinishda korxonamizning guvohnomasi yoki ta'sis shartnomasi yokida ustav nizomi shakllanadi. Bu ma'lumotlar shakllanganidan so'ng albatta 10 ish kuni ichida bankdan hisob raqam ochishimizga to'g'ri keladi. Bankdan hisob raqam ochish uchun bizga avvalambor pechat shtamp yasatishimizga to'g'ri keladi. Pechat shtamp qayerdan yasataman desak, yagona darchalarda turli xil joylarda, butiklarda o'zi yasab beradigan insonlar joylashgan. O'shalardan korxonamizning guvohnomasini berib, albatta pechat shtamp yasatamiz va bankka, ya'ni o'zimiz xohlagan bankka murojaat qilib hisob raqam ochib olishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi marotaba hisob raqam ochayotganligimiz uchun korxonamizga 20-28 mingdan boshlanuvchi va oxiri 001 bilan tuguvchi hisob raqam biriktiriladi. Hisob raqamni ochishimiz uchun esa korxona direktorining pasportlari, korxona ta'sischining pasportlari, korxonaning guvohnomasi, ta'sis shartnomasi bo'lsa ta'sis shartnoma yokida ustav nizomi bo'lsa ustav nizomini beramiz va bu yerda agar buxgalterimiz ofitsialni ishlaydigan bo'lsa, buxgalterda ham imzo namunalari qatoriga qo'shamiz. Direktorda imzo namunalari olinadi va qarabsizki hisob raqam ochiladi. Agar biz turli xil savdo nuqtalarini tashkil qilib, ya'ni pul muomalasini, naqd pul muomalasini amalga oshiradigan joyimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga onlayn nazorat kassa mashinasi kerak bo'ladi. Kassa mashinasi qo'yildi degani bu albatta yoniga Uzkart va Humo terminallarini qo'yishimizga to'g'ri kelib qoladi. O'sha hisob raqam ochish jarayonining o'zida birdaniga Uzkart yoki Humo terminallariga birdaniga shartnoma zaявка qoldirib, internet banking bo'lsa internet bankingga birdaniga zaявка to'ldiramiz. Mobil bankka, xullas o'zimizga tegishli bo'lgan, ya'ni o'zimizga kerak bo'lgan hisob raqamlarni mana shu yerda ochib, bankda ishimiz bitganidan so'ng qarabsizki korxonamizning ma'lumotlari avtomat shakllanadi. Ya'ni 0408 formalar avtomat to'ldirilib qolinadi. Bu ma'lumotlarni to'lig'ini ko'rish uchun qayerga tashrif buyursak bo'ladi desangiz, my.soliq.uz saytiga tashrif buyuramiz va mening profilim bo'limidan ko'rib, shu yerda korxonani direktori kim, korxonani faoliyat turi nima, manzili qayerda, shu haqida to'liq ma'lumot bilib olsak bo'ladi. Ana endi korxonamiz tashkil bo'lganidan so'ng albatta bizga ijara shartnomasini tasdiqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar biz ijara shartnomasini jismoniy shaxsdan oladigan bo'lsak, e'tibor beramiz, har oylik ijara to'lovini jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soliq hisobotiga qo'shib boramiz va 12% daromad solig'i hisoblaymiz bunga. Agar bizlar fermamizga qanaqadir bir fermadan, ya'ni fermamizga boshqa bir fermadan ijara shartnomasi oladigan bo'lsak, noturar joyda
Bularga 12% soliq to'lash shart emas. Chunki bular avtomat o'zi faktura beradi. O'sha faktura orqali biz to'lovni amalga oshirib boramiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, onlayn nazorat kassa mashinasini korxonamizga qo'yishimiz kerak dedik. Bu kassa mashinasini xarid qilsak ham bo'ladi yokida banklar tomonidan hozirgi kunda Uzcard terminali berilyapti. O'sha Uzcard terminalining ichiga ham bemalol kassaviy apparat qilib ishlatsak bo'ladi-da. U kassaviy apparat ishlatishimiz uchun albatta fiskalniy modul deydi. Fiskal modul qo'yamiz. Fiskal modul uchun ham hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdori bo'yicha yuradi. Bu 412 ming so'm to'lov qilamiz. 238 ming so'm davlat boji to'laymiz. Abonentskiy to'lovlarni qilganimizdan so'ng albatta o'sha kassaviy apparat xodim biriktirganidan so'ng o'zimizni korxonamiz joylashgan tumanga borib ro'yxatga qabul qilishga boradi hujjatni. Soliq qabul qilganidan so'ng avtomatim bizada korxonamizga kassaviy apparat shakllanadi. Naqd pul savdosi bilan ishlaydigan korxonalarga обязательно onlayn nazorat kassa mashinasidan foydalanishi shart. Ya'ni har bitta klientga chek berishi shart. Chek bermaydigan bo'lsa, albatta buni oqibatlari ham yaxshi bo'lmaydi. Soliq tekshiruvlari yuzaga kelib qolishi mumkin. Xullas, buni tashvishlari juda ham ko'p. Bugungi darsimiz yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarimiz bilan yakunlanadi. Keyingi darslarda xudo xolasa qaysi korxona ochgan ma'qul, MTJ ochgan yaxshimi, xususiy korxonami, oilaviy korxonami, mana shular haqida batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.